Yoshlar Sagdan showroomuna kelgan vaqtda ko'rib tursa, mebellarning ko'pligini, bular bir-biridan sifatli, bir-biridan chiroyli qaysanalarini bilmay qoladi. Odam shu vaqtda sheda bir chet o'tib o'tirib, gelinbi bilan bir sasga kofeni ichib, o'ylanib, "Davay imini olamizmi, yo bergini olamizmi?" deb maslahat aytib sababi shuning qulaylikdan aytib ko'rsalar, gap turgan mijozlari choy demi, kofe demi, americano demi, espresso demi, hamma narsaning eng sifatlarini tashkillashtirib ko'rdi. Molodesdagi sho'rlarni ham tan berdim. Bu toza model o'xshaydi, bang. Bu çoğda İtalyan'a berib turibdi, adı ne deyapman? Roma deyani, Roma, ya'ni Rim shunda. Modelni zo'r aytibdilar, lekin qaranglar, o'rtoqlar, bitta o'tirib ko'raylik. Voy, cho'kib ketadi o qilizgan qaranglar. Lekin ishlabdilar, shuni bejirim aytib turib, bu material mabodo teddi materialda boytiladi. Ya'ni teddi, mexli guruchga boqoshing. Bo'shqina bo'ladi. Ana shu bilan ko'jadan kombinatsiya qilib ishlabdilar. Bellar granit, mramorlardan ishlangan. Zo'r, lekin gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, misol uchun mebelni sayladingizlar, lekin sizlar uning materiali yoki bo'lmasam sveti, dim ko'nglingizni undan mindirib, o'shunday vaqtda ishidan katalogdan xohlagan materiallaringizdan, xohlagan svetlaringizdan saylisizda aynan shu mebelni sizni didingizga moslab tayyorlab beradilar. Mabodo showroomga kelib ko'rali desangiz, adresini tushuntirib o'tamiz. Adres shuning Cholish bozorining to'g'risida Dehqon aptekan yonida joylashgan. Dim topib bilmasangiz, pastda telefon nomeri qo'yganmiz. Telefonlashib kelsangizlar ham bo'laveradi. Asabir kofe ichmakka keling, bahonada mebel ham ko'rib ketasiz.